Do'konimizdagi yangi ko'rinishdagi yumshoq o'yinchoq olib kelib qo'yganmiz. Qisqacha ko'rsatib beramiz. Tepa tarafda katta Teddy o'yinchoqlarimiz bu tomonda, Stitch o'yinchoqlarimiz bu tomonda, Lucifer o'yinchoqlarimiz, Pikachu, Mickey o'yinchoqlarimiz bu tomonda. Shunaqangi trend o'yinchoq ayollarimiz bor. Sifatlari yaxshi. O'rtacha o'lchamdagi o'yinchoqlar olib kelib qo'yganmiz. Ko'rib turganida sifatlari hammasi yaxshi. Xitoy mahsuloti. Narxlari ham kattalari 100 ming atrofi, o'rtanchilari 250, kichkinalari 100 ming atrofida, ma'mulda 100 mingdan 105. U sifatiga qarab narxlari ham o'zgarib boradi. Kapibar o'yinchoqlarni olib kelib qo'yganmiz. Kattalari ham, kichkina o'rtanchalari ham bor. 135 ga 190, 163 qadar o'lchamlarga qarab. Yumshoq o'yinlarimiz ham bor. Har xillarni olib kelganmiz. Bu tomonda mana trend bo'lgan o'sha o'yinchoqlarni olib kelganmiz. Past tarafi o'sha masajli bo'ladi. Bu tomonda 3 xil ko'rinishni olib kelganmiz. Kuchu, qoplon ko'rinishi, bu tomonda tulki, bu tomonda mana shunaqa mushuk ko'rinishni olib kelganmiz. Tulki ham bor, yozib turgan tulkilarimiz, otlarimiz hammasini olib kelganmiz. Do'konimizga kelib, bemalol tashrif buyurib olib ketsanglar bo'ladi. Bu tomonda mana shu trend bo'lgan o'sha tulkimizni olib kelganmiz. Quyonimiz bilan 110 ming so'mdan narxlari. Kichkina yumshoq o'yinchoqlarni olib kelib qo'yganmiz. Narxlari 15 ming so'mdan boshlanadi. 15 ming so'm. Ko'p turgansiz. 15 ming sifati yaxshiroq bo'lsa, bu tomonda mana 65 ming so'mga mashtaqa ko'rinishdagilarni olib kelganmiz. Sifatlari zo'r. Tey taraflari masajli, bolajonlarning qo'lini ishlatib bemalol o'ynasa bo'ladi. Sifati yaxshi. Krob o'yinchoqlarni olib kelib qo'yganmiz. Ko'pchilik so'ragan jiraf o'yinchoqni olib kelganmiz. Bu tomonda Melman Madagaskarda Melman o'yinchog'i ham bor. Narxlari ham 130 ga 85 ming. Mana Stitch o'yinchoqlarni olib kelib qo'yganmiz. Katta kichkina xillardan. Do'konimiz yengillikda ko'p, do'konimizda kutib qolamiz. Past qatorda ham ko'rib turganida har xil rangda yumshoq o'rindiqlar narxi 190 ming so'mdan, yoyilganda 1 metr 10 santimetrgacha cho'ziladi. Do'konimizda kutib qolamiz.